Ana bitta Latipovmi degan bloger tamojniylardan intervyu olibdi-da. Tamojniy videoni ko'rib asabim qo'zib ketdi. 2023-24-yil "Mamnuncha pul undirdik" deb ana katta pul undirganini maqtanib aytyapti. Bu yili buncha undirdik, endi buncha undiramiz deb o'zicha aqlli $1000 baland telefon olsanglar 30% soliq joriy qilibdi. Nima uchun meni yo boshqa O'zbekiston fuqarosi $1000 baland o'zini cho'ntagiga telefon olganiga sanlarga nima uchun soliq to'lash kerak? Nima karomat ko'r. Endi shu sen o'g'ridan ham battar qaroqchisanlar, mana shu tepamizdagilar. Qaroqchisanlar sanlar. Sen 30% anaqani qo'yib o'sha narsaga havodan pul qilib yana maqtanyapti. Xuddi tog'larni talqon qilgandek, "Bunaqa qildik" deb mana shunaqa tepamizda boshqaryapti bizani. Mana shunaqa haromxo'r odamlarni shilib, hamma narsasini shilib hech narsadan tap toymaydigan jirkanch vahshiy odamlar boshqaryapti. Yo'q joydan soliqlar qo'yadigan